La 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 la. Nima bu? Kamerami? Nega bu yerda yotibdi? Singanmi? Nimaga buni bu yerda yotibdi? Kim tashlab ketdiki? Kompotnikimi? Kompotnikiga o'xshayapti. Tezroq olib borib ko'rish kerak. Kompot. Eshik ochiq. Kompot. Men kiryapman. Nima? Qon? Nega bu yer qon ekan? Qandaydir kitob. Qani? Bu yerda agar siz kompotni ko'rishni xohlasangiz, katta zalga mingta izmirud olib keling. Nima? Mingta izmirud? Menda ikkitaki bor xolos-ku. Qon nega bu yerda turibdi? Nima? Uning kamerasi ko'chada yotibdi? U hech qachon bunday qilmagan edi. Buni tezroq aytish kerak jitellarga. Hoy jitellar. Jitellar chiqqanigacha kompotning varaqalarini ko'rib turish kerak. U yerda hammasini qishloq ahliga ko'rsatishim kerak. Tezroq olib chiqmasam bo'lmaydi. Hoy, qishloq aholisi, katta fojia yuz berdi. Bizning kompotni o'g'irlab ketishdi. Ishonmasangiz mana singan kamera va uyida topilgan kitob ham bor. O'qib ko'rishinglar mumkin. Mana kamera. Ular aytishlaricha biz 100 ming izmirud yig'ishimiz kerak ekan 3 kun ichida. Agarda buni tezroq qilmasak, kompotni hech qachon ko'rmasligimiz mumkin ekan. 100 ming izmirudni qayerdan topamiz endi? Qishlog'imizni solsak ham buncha bo'lmaydi-ku. Bu varaqlarni hammangiz olinglar. Kimlardir balkim bilar uni qayerdaligini. Tezroq buni qidirmasak bo'lmaydi. Axir u bizning eng yaqin do'stimiz. Tezroq oling. Milid, endi nima qilsak ekan? 100 ming izmirudni qayerdan topamiz? 3 kun ichida-ya. Kompot bizni kutib tur. Men bu varaqlarni qishloq bo'ylab tarqatib chiqishim kerak. Kompot yo'qolganini hamma bilishi kerak. Shuning uchun sizlar ham qo'linglardan kelgancha tarqatinglar. Endi kompot yo'qolganini butun qishloq aholisi bilishi mumkin. Tezroq uni topmasak bo'lmaydi. Like bosib qo'ying. Obuna esdan chiqmasin. Bosdingizmi? Men albatta sizlarga kompotni qaytaraman. Men o'zimga zumrad qilish va oziq ovqat olib oldim. Men ketishga tayyorman. Qani bo'lmasa yo'lga chiqyapmiz. Adashmasam 1 soatlik yo'l. Tezroq bo'lmasam bo'lmaydi. Kompotni juda ham sog'inib ketdim. Qishloq aholisidan hech qachon 100 yilda ham 100 ming zumrad chiqmasligini men ham bilaman. Men juda ham och qolib ketdim. Ey soxta kompot, menga ovqat ber. Men juda ham och qolib ketdim. Nima? Sen ovqatlanmoqchimisan? Qachon qishloq aholisi 100 ming izmirudni olib keladi, o'shanda ovqatlanishing mumkin. Ha 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 ha. Ey, qanday qilib? Bizning qishloqda unaqa pul chiqmaydi-ku. Sen odamga shafqat qilmaysan ekan. Unday bo'lsa, sen u dunyoda xayrlashishingga to'g'ri keladi. Kompot, soxta kompot har doim ham yutadi. O'ylaymanki, qishloq aholisi meni qutqargan yo'lga chiqqan. Agar 3 kun ichida pul yetib kelmasa, seni shu narsa kutmoqda. Yurib charchab ketdim. Adashmasam shu tepalik edi. Ya'ni qishloq yonida. Bular qanaqa narsalar? Sunduqmi? Bu yerda zumradni qo'ying va bu yerdan keting. Nima? Ovqatni qo'yib qo'yamizmi? Yo'q. Qandaydir yo'lmi? Yashirin eshikmi? Nima? Bu yerda qandaydir yo'l bor ekan. Qanday qilib o'zimga qoyil. Aniq bu yerga tushib ko'rishim kerak. Buni tezroq qutqarishim kerak. Men bu yerda hozir o'zimning izmirud qilishimni olib olsam, xavfsizroq bo'ladi. U o'g'ri har xil tuzoqlar qo'ygan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamma narsaga tayyor turaman. Olg'a. Nima? Yo'q-yo'q.
Parkurmi? Chin ursin. Parkur eng yomon ko'rgan narsam. Bundan o'tmasam bo'lmaydi. Axir meni qishloq aholisi ishonib jo'natib yubordi. U yerda hamma meni kompot bilan qaytishimni kutib o'tirishibdi. Jin ursin. Ajoyib. Endi shu darvozadan pastga tushib olsam, ehtiyot bo'lishim kerak. U tuzoqlar qo'ygan bo'lishi mumkin. Nima? To'xta, tuzoqmi? Nima, men haqiqiy tuzoqqa tushib qoldimmi? Sekin-sekin tushishim kerak. Bo'lmasa tuzoqqa o'laman. Yaxshi. Nima yana? Yo'q, tuzoq emas. Oh, bu yerda qandaydir eshik va tortmalar, ya'ni richak. Uni qayerdadir ko'rganman. Adashmasam bu ko'rlik eshik. Qaysidir richakni to'g'ri qo'ysam, eshiklar ochiladi. Qani, bu ham emas, bu ham. Tezroq bo'lmasam bo'lmaydi. Qanday edi ko'rdik? O, ochildi eshik. Qandaydir kombinatsiyami? Nega bunaqa qilib qiynalyapti meni? Juda ham ehtiyot bo'lishim kerak. Kompot, sen oldinga borish shunchalar qiyinmidi? Sekin-sekin tushib ketsa bo'laman. Hop. Yana bitta qoldi. Hadi hop. Bundan ham o'tib oldim. Tuzoqlar. Nima? Kompot? Yo'q. Kompot emas, bu fake. Soxta kompot. Obunachilar, bu soxta kompot. U yerda esa haqiqiy kompot qamab qo'yilgan. Buni esa qurolmi? Sen nega kompotga bunday qilyapsan, ha? Baribir kompotni qutqara olmaysanlar. Nima? Jitel? Qanday qilib qishloqqa qanday kelding? Kompot qo'rlimi? Men seni bu yerda ozod qilgani keldim. Men hozir bu yerdan kalitni topaman. Va bu kalitmi? Yo'q-yo'q, richak, buni qo'yib ochamiz va kompot, sen ozodsan. Jitel, rahmat senga. Sen ularga zumradlarni bermadingmi? Unga zumrad yo'q edi-ku bizning qishloqda. Qanday qilib, axir? Rahmat senga, Jitel. Men bundan juda ham xursandman, ozodligimdan. Bu mening kamerammi? Qayerdan olding buni? Rahmat senga kattakon, meni qutqarganing uchun. Men bundan juda ham xursandman. Qishloqda sizni hamma qidirib, tintuv qilib tashladi. Politsiyalarga ham e'lon berganmiz. Bu soxta kompot mening notebookimni o'g'irladi. Bu notebookda mening har xil videolarim bor edi. U videolarni men kechasi bilan qilib chiqqan edim. Uni topishim kerak. Sen tashqariga chiqib, hammani ogohlantir, milishalarni to'xtat. Men bu yerda notebookimni topib chiqaman oldinga. Albatta kompot, ehtiyot bo'ling, bu yerda tuzoqlar ham bor. E'tiboring uchun rahmat. Men uni qayerga yashirganini eslayman. Uni topib bilan chiqaman. Va bu yerdan tezroq topishimiz kerak. Qazib, adashmasam shu tomonda edi. Tepaga chiqishimiz kerak. Mana u, mening notebookim. Bu yerda qancha videolarim bor edi. Nima? Notebookim plitani ustidami? TNT, agar plitaga chiqsam, TNT portlab butun qishloq aholisini yo'q qilib yuboradi. Va bu yerdan bloklarni qo'yaman va asta-sekinlik bilan blokni qo'yib tushaman. Tezroq ketmasam bo'lmaydi. Portlab ketib qolishim mumkin. Tezroq qochishim kerak bu yerdan. Qanday qilib axir? Parkur. Parkurda mendan o'tadigani yo'q edi. Osonlik bilan chiqib ketib olsam bo'ladi. Men yorug'likni ko'ryapman. Tezroq chiqamiz. Men bu yerdan qutuldim. Milishalar, meni qayg'urganinglar uchun va meni izlaganinglar uchun hammanglarga kattakon rahmat. Bu yerda endi hammani yig'ishtirishinglar mumkin. Sizlarga ham rahmat obunachilar. Bu videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib, bunaqa yangi videolar chiqish uchun videoga like bosib qo'ying. Senga ham kattakon rahmat, Jitel. Xayr.